Assalomu alaykum. Navbatdagi Samarqand fason darvozamiz sinfga tayyor bo'ldi. Qo'qon 1000 tikka olgan darvozamiz. Samarqand fason 2 qavatli varianti yasalgan, ideal holatda chiqqan. Materiallar ham bunday qalin materialda bo'lgan, 2 listi bo'lgan, ikkinchi qavatiga riflonka listlar tushgan. Toza banishli kraska sepilgan, faqat buni rangini podbor qilib qoraytirib sepganmiz. GK rangi qora qilib podbor qilingan, keyin matli holatda sepilgan. Egalariga shu rangimiz yoqqani uchun o'shan bilan bir xil holatda qilib berdik. Juda ham ideal holatda chiqdi. TVdagi fotolarni ham, darvozaning o'zi ham, video ham cho'tka holatda bo'lgan. Darvozamiz hop, переходной ishi oradan bo'lgan, sababi darvozaning eni razmeri kichkinaroq bo'lganini hisobiga. Hop, 384 metr to'rdan ziyod bo'lsa, переходной отдельный qilsa bo'ladi, lekin 3,5-360 gacha bo'lgan holatda переходной kirish qismini o'rtadan qilib beramiz, lekin avvalgi holatda juda ham chiroyli holatda bo'ladi kirishligi. Buni adnelichka qismlari hali kraskasini sepmadik, sepsak uni ham videolarini qilamiz. Xudo xohlasa inshaalloh ponni ustunovka qilgan holatimizni ham video syomkasini qo'yib boramiz. Juda ham ideal holatda chiqdi. Rangi ham, qoramtir rang ham juda yarashadi bu Samarqand fasonga, juda ham yaxshi holatda turadi. Yana bitta farqi tomoni, buni riflonka listi juda boshqacha holatdagi riflonka list qo'yganmiz bu safarga. Har doim bu riflonka listining guli boshqacha kattaroq bagli gullar bo'lardi. Bunisi juda ham boshqacha holatda bo'ldi, ideal holatda chiqdi. Kirish qismi ham avvalgi holat bo'lib turib, atkarimiz aka ochilishi ham zo'r holatda bo'ladi. 2 qavatli